Abu Rayhon Beruniy. To'liq ismi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy. 4-sentyabr 973-yil. Kat, hozirgi Qoraqalpog'istonning Beruniy tumani. Xorazm 13-dekabr 1048-yil. G'azna Islom oltin davrining zabardast xorazmlik qomusiy allomalaridan biri. G'arb tillarida uning ismi Aliboron deb ham atalgan. Al-Beruniy nomi forscha burun, ya'ni chet degan ma'noni anglatadi bo'lib, u afriqiy xorazmshoflar poytaxti Kat shahrining chetga tumanida tug'ilgan. Beruniy o'z hovlisida turli gullarni parvarishlashni yoqtirgani uchun unga Rayhon laqabini ham berishadi. Al-Beruniy hayotining dastlabki 25 yilini Xorazmda o'tkazdi. U yerda islom, fiqh, ilohiyot, grammatika, riyoziyot, falakiyot, tibbiyot va falsafa, fizika va boshqa ilmlar bilan ham shug'ullandi. Beruniy ona tili bo'lgan xorazmiy tilidan tashqari fors, arab, yunon, ibroniy va suriyoniy tillarni bilgan va 50 yoshida sanskrit tilini o'rgandi. Iroqiylarning oxirgi vakili Abu Nasr Mansur ibn Iroq Beruniyning ustozi edi. Al-Beruniy falakiyot, riyoziyot, geodeziya, jug'rofiya va mineralogiya va tabiiy fanlarni yaxshi bilgan. Shuningdek, tarixchi, xronolog va tilshunos sifatida ham ajralib turardi. U o'z davrining deyarli barcha fanlarni mukammal o'rgangani sabab qomusiy alloma deb nomlanadi va ko'plab ilm sohalarida tinimsiz izlanishlari uchun mo'l-ko'l mukofotlangan. Shoh xonadoni va jamiyatdagi boshqa qudratli unsurlar Al-Beruniyning tadqiqotlarini moliyalashtiradi. O'ziga xos ta'sirga ega bo'lgan Al-Beruniyning o'zi ham falsafani o'rganish davomida boshqa xalqlarning olimlaridan, xususan yunon olimlaridan ham ilhom olgan. Beruniy iroqiylar xonadoniga mansub edi va o'sha paytda Xorazmdagi hukmron afriqiylarga xayrxoh edi. 995-yil Kat Xorazmning ikkinchi poytaxti Gurganch. Urganchning amiri Mamun ibn Muhammad bosib oladi va afriqiylar sulolasini taxtdan ag'dardi va natijada Beruniy vatanini tashlab Buxoroga ketdi. U yerda u Ibn Sino bilan yozishmalar olib borgan va bu ikki olim o'rtasida fikr almashilgan. U o'zining geodeziya asarida 990-yil Kat shahrining geografik kengligini aniqlaganini yozadi. Ma'lumki, geografik kenglikni aniqlash uchun geografiya, matematika va astronomiyadan yetarlicha bilimga ega bo'lish lozim. Ray shahriga hozirgi Tehron yaqinida keladi. U Rayda mashhur olim, matematik va astronom Al-Hujandi, tabib va faylasuf Ar-Roziylar bilan tanishadi. Beruniy Rayda o'zining Al-Fahri Sextanti risolasini yozadi. 997-yil Beruniy Katga qaytdi. Bu davrda Xorazmda o'zgarishlar bo'lib, Mamun vafot etib, uning o'rniga Ali ibn Mamun taxtga chiqqan edi. 997-yilda mashhur tabib Abu Ali ibn Sino ham Urganchga keladi. 998-yil Beruniy Jurjonga keldi. U Jurjonda 1004-yilgacha yashaydi. O'zining 15 ga yaqin asarni shu yerda yaratdi. Jumladan, olimning qadimli xalqlardan qolgan yodgorliklar asari 1000-yil atrofida shu yerda yozilgan. 1004-yilning bahorida Beruniy Xorazmga qaytdi. Bu vaqtda Xorazmning poytaxti Urganch edi. Urganchda u oy tutilishini kuzatdi. Saroyda Al-Masihiy, tabib Al-Hammor, Ibn Iroq va boshqalar ishlar edilar. Urganchda Beruniy matematika, astronomiya bilan bir qatorda fizika va mineralogiyaning ba'zi masalalari bilan shug'ullandi. Minerallarni aniqlash, ularni tizimga solishda solishtirma og'irliklardan foydalanish g'oyasi ham mana shu yerda tug'ildi. 1017-yilning yozida Turkiy podshoh Mahmud G'aznaviyning buyrug'iga ko'ra Beruniy asir sifatida G'aznaga olib ketildi. U yerda og'ir sharoitda yashadi. 1019-yildan keyin ilmiy ish bilan shug'ullanish sharoitiga erishdi. 1022-1024-yillarda Mahmud Hindistonga qilgan yurishida Beruniyni o'zi bilan olib ketdi. Safarda ham Beruniy ilm bilan shug'ullandi.
U Panjobdagi Nandna qal'asi yonida yer shari meridianining 1 gradusining uzunligini o'lchadi va u 110 mingdan 895 kilometr ekanini aniqladi. Bu ma'lumot hozirgi zamon o'lchashlari natijasi 111,1 kilometr bilan taqqoslansa, beruniy o'lchashlarning aniqligi qay darajada ekani ko'rinadi. U umrining ko'p qismini hozirgi Afg'onistonning janubiy-sharqiy qismidagi o'sha paytdagi G'aznaviylar davlati poytaxti G'azna shahrida o'tkazdi. Hindiston yarimoroliga sayohat qilganda, Hindistonda amalda bo'lgan hindistoniylik dinini o'rganib chiqqandan so'ng 1030-yilda Tarix al-Hind, Hindiston tarixi nomli Hind madaniyati haqida risola yozdi. U o'z davri uchun hayratlanarli darajada xolis yozuvchi edi. Turli xalqlarning urf-odatlari va e'tiqodlari, uning ilmiy obyektivligi 11-asr boshlarida Hindistonni ajoyib tasvirlagani uchun unga Al-Ustoz unvonini berdi. 1030-yilda Mahmud G'aznaviy vafot etdi va uning o'rniga o'g'li Mas'ud taxtga chiqdi. Mas'ud Beruniyga ko'p iltifotlar ko'rsatdi. Shu sababli Beruniy o'zining shoh asarini Mas'udga bag'ishlab Qonuniy Mas'udiy deb atadi. Bu asar asosan astronomiyaga oid bo'lsa ham, Beruniyning matematikaga oid, ya'ni trigonometriya va sferik trigonometriyada qilgan anchagina kashfiyotlari shu asarda bayon etilgan. Beruniyning matematikaga va fanning boshqa sohalariga qo'shgan hissasini yozib qoldirgan 100 dan ortiq asardan ham ko'rish mumkin. Ulardan eng yiriklari Hindiston, yodgorliklar, Qonuniy Mas'udiy, geodeziya, mineralogiya va astronomiya. Qolganlarini quyidagicha taqsimlash mumkin. Matematikaga doirlari 22 ta, astronomik asboblar haqida 10 ta, astrologiklari 21 ta, turli fanlar fizika, mineralogiya, adabiyot, tarix va boshqalar 38 ta, turli tillardan tarjima asarlar 21 ta. Beruniyning bu asarlaridan atigi 30 ga yaqini bizning kunlargacha yetib kelgan. Beruniy yoshligida yoki ko'p vaqtini turli kuzatishlar bilan o'tkazgan. U bolaligida astronomik asbob yasagan, Xorazmning turli joylari koordinatalarini aniqlash bilan shug'ullangan va 995-996-yillarda Kat shahrida diametri 15,0 qadimli o'lchov birligi 49 sm chamasida bo'lgan doira va boshqa asboblar bilan astronomik o'lchash ishlarini olib borgan. Beruniyning 152 asari ma'lum bo'lib, bizgacha uning faqat 30 tasi yetib kelgan. Jami asarlarining 70 tasi astronomiyaga, 20 tasi matematikaga, 12 tasi geografiya va geodeziyaga, 4 tasi mineralogiyaga, 1 tasi fizikaga, 1 tasi dorishunoslikka, 15 tasi tarix va etnografiyaga, 4 tasi falsafaga, 18 tasi adabiyotga bag'ishlangan. Beruniy 1048-yil 13-dekabrda G'azna, G'aznaviylar davlatida 75 yoshida vafot etgan. Astronomiya va geografiyaga qo'shgan hissasi. Beruniyning boy ilmiy merosi hali to'la o'rganilmagan. Beruniy yirik olim Abu Nosir ibn Iroqdan Evklid geometriyasi, Ptolemiyning astronomik ta'limotlari bo'yicha dars olgan. 995-yilgacha u astronomiya, geografiya, geodeziya amaliy masalalarni hal etish bilan birga yer va osmon globusini yasadi hamda astronomiyaga oid bir necha kitoblar yozdi. Olimning ana shunday asarlardan biri Geodeziya 1025-yilda yozib tugatilgan. Bu asar shaharlar orasidagi masofalarni aniqlash uchun joylarning chegaralarini belgilashga doirdir. Kitobning 4-bobi oxirida Beruniy yer aylanasining kattaligini o'lchash haqida fikr yuritgan. Qadimdan insonlar yerning shakli va kattaligini bilishga qiziqqanlar va turli xalqlar yer shaklini turlicha tasavvur qilishgan. Miloddan avval o'tgan Pifagor, Arastu, Arximed, Eratosfen kabi buyuk olimlar yer dumaloq va shar shaklida degan fikrni aytganlar. Jumladan, miloddan avvalgi 250-yilda Iskandariyalik olim Eratosfen yer shar shaklida deb, uning o'lchamlarini quyidagicha aniqlagan. Iskandariya bilan Siniya, hozirgi Asfon shaharlar orasidagi masofani karvonlarning yurish muddati bilan o'lchaydi. Keyin bu qiymatni ikki shahar kengligining ayirmasiga bo'ladi va yer radiusini 6840 kilometr deb chiqaradi. Bu gradus meridian yoyining uzunligi 119,444 bo'ladi.
yoki meridian yoyining uzunligi 70,121 ga tengligini aniqlab, bu yoy meridian aylanasi uzunligining 1/50 qismi ekanligini hisoblagan. Yer meridian aylanasining uzunligi 39.500 kilometrga yaqin bo'lsa kerak degan fikrga kelgan. Eratosfendan so'ng Misr, Xitoy va Yunon olimlaridan bir qanchasi eratosfen o'lchagan usul bilan yerning kattaligini aniqlaganlar. O'rta asrlarda yerning hajmini aniqlashda yurtimizdan yetishib chiqqan olimlarning xizmatlari katta bo'lgan. Muso Muhammad al-Xorazmiy 1 gradus meridian yoyining uzunligi 111,8 kilometrga tengligini isbotlab bergan. Bag'dodda tashkil topgan Donishmandlik uyi nomli o'sha davrning Fanlar akademiyasida O'rta Osiyolik olimlardan Xorazmiy, Farg'oniy, Habash Xasib, Marvaridiy kabi olimlar turli sohalarda ish olib borganlar. Beruniy ham shu Donishmandlik uyining a'zosi bo'lib, u yerda 7 yil ishlagan. Uning yozishicha, xalifa Ma'mun buyrug'iga binoan Donishmandlik uyining olimlari 2 guruhga bo'linib, Iroqning Masul shahri g'arbidagi Sanjar sahrosida gradus o'lchash usuli asosida yer kattaligini aniqlashga kirishishgan. Bunda Xolid al-Marvaridiy bir guruhga, Abu ibn Iso as-Asturlobi ikkinchi guruhga rahbarlik qilgan. Har qaysi guruh o'zi o'lchab topgan natijalar bo'yicha 1 gradus meridian yoyining uzunligini hisoblagan. Birinchi guruhdagilarning hisoblashicha 1 gradus meridian yoyining uzunligi 111,195 kilometrga teng chiqqan. Ikkinchi guruh topgan qiymat 13.015 metr kam bo'lgan. Beruniy natijalar o'rtasidagi bu tafovutning sababi 2 xil o'lchashda deydi va o'zi bu natijalarni tekshirib ko'rishga qiziqib, gradus o'lchash ishlarini olib bormoqchi bo'ladi. Buning uchun u Dexiston dashtini, ya'ni Kaspiy dengizining janub-sharqiy qismini tanlagan, lekin yordamchisi va yetarli mablag'i yo'qligi uchun bu ishni amalga oshira olmagan. Yer o'lchamini gradus o'lchovi usuli bilan aniqlash uchun ma'lum kenglikda tekis joy kerak bo'ladi va bu yerda bir necha 10 kilometr aniq o'lchanishi lozim. Bu ish ko'p vaqt, katta mablag' va puxta tayyorgarlik talab qilardi. Bu haqda Beruniy yer aylanasi uzunligini sahroni kezib yurmasdan quyidagicha aniqlash mumkin. Buning uchun dengiz sohilidagi yoki tekis joyda qad ko'tarib turgan baland toqqa ko'tarilib, quyosh chiqishi yoki botishi oldidan quyosh gardishining yarmi ufuq orasida bo'lgan vaqtda doirali armillar asbob bilan uning pasayish burchagi o'lchanadi. Ufuq pasayishini o'lchash usulini chizma va formulalar yordamida tushuntiradi. Bunda tog' tepasida quyosh chiqishi yoki botishiga qarab, ko'rish nurining tog' tepasidan o'tgan gorizontal chiziq bilan hosil qilgan burchak o'lchanadi. Abu Rayhon Beruniy yerning kattaligini o'lchashda yangi usul qo'llab 1 gradus meridian yoyining uzunligi 111,6 kilometr ekanligini hisoblab chiqargan. Beruniy yerning radiusini o'sha davr uchun aniq o'lchab bergan. U yerning meridian aylanasining uzunligini 40.183 kilometr ekanligini hisoblab chiqargan. Sulton Mahmud G'aznaviy Hindistonga qilgan safarining birida Beruniyni ham birga olib ketadi. Yo'lda Sharqiy Pokistonning Multon shahrida vaqtincha istiqomat qilishga to'g'ri keladi. U o'zga yurtda bo'lishiga qaramay, fursatdan foydalangan holda Multondan 400 kilometr g'arbdagi Nandna qo'rg'onida yer kurasi o'lchamini aniqlashga kirishadi. Avval shu joyning geografik kengligini o'lchab, 32.000 tera birga tenglekanligini aniqlaydi. So'ngra ufuqning pasayish burchagini o'lchaydi. Bu haqda olimning o'zi quyidagicha yozadi. Hindiston yeridagi Nandna qo'rg'onida istiqomat qilishimga to'g'ri keldi. Qo'rg'onning g'arb tomonida baland tog', janubiy tomonida esa keng sahroni ko'rdim. Va shu on ufuq pasayishini o'lchash usulini sinab ko'rishga kirishdim. Tog' tepasidan turib, yerning lojuvard rangdagi osmon bilan tutashganini yaqqol ko'rdim. Qarash chizig'i vertikalga perpendikulyar o'lgan chiziqdan 0,341 pasaydi. Perpendikulyar bo'lgan tog' balandligini o'lchadim, u shu yerda qo'llanadigan o'lchovda 652,055 cho'zim gazga teng keldi. Beruniy o'lchab topgan qiymatlar bo'yicha o'ziga xos usul bilan yer kurrasi radiusining uzunligi 12.803.337,036 gazga teng ekanligini hisoblab chiqardi. Agar bir gaz
0,4933 metr ekanligini e'tiborga olsak, Yer kurrasi radiusi uzunligi Beruniyning hisobicha 6315,886 kilometr bo'ladi. Bu raqam hozirgi vaqtda olingan qiymatdan juda kam farq qiladi. Ya'ni xatolik radius uzunligining 0,9% tashkil etadi. So'ngda Beruniy shu 32001 kenglikdagi 1 gradus meridian yoyining uzunligi 223,550,329 gaz yoki 110,277 kilometr ekanini hisoblab chiqadi. Bu raqamni hozirgi davrda aniqlangan 1 gradus yoyining qiymati 110,885 kilometr bilan taqqoslasak, bundan 1000 yil ilgari Beruniy 1 gradus yoy uzunligini hisoblashda atiga 618 metr xato qilganligi ma'lum bo'ladi. Yer aylanasining uzunligini aniqlash, Beruniy aytganidek, sahrolarni kezib 10 yoy uzunligini aniqlashga nisbatan aniq va qulay. Shu bois, u trigonometrik usullardan foydalanib, tog' balandligini o'lchashda avvalgi astronomlardan ham aniqroq natijaga erishgan. Yer aylanasining uzunligini topish haqida Beruniy bunday deydi: Yer aylanasining uzunligini topish uchun hamma hollarda ham shu topilgan topilmani, ya'ni radiusni ikkalantirib 22 ga ko'paytir. Hosil bo'lgan ko'paytmani 7 ga bo'l. Shunda sen o'lchagan birliklarda yer aylanasining uzunligi kelib chiqadi. Beruniy aytgan amallarni bajarganda L teng 2πr ni aylana uzunligini hisoblash mumkin. Bunda 22 taqsim 7 teng 3,14 deb ifodalanadi. Shunday qilib Beruniy shaxsan o'zi bir qancha shaharlarning geografik kengliklarini hisobladi. Masalan, G'aznaning kengligi 33,351, Kandaharniki 33,551, Dumpurniki 340,201 bo'ldi. Uning hisoblashiga ko'ra, Buxoro shahrining kengligi 39,201 deb topilgan. Hozirgi kunda bu qiymat 39,461 dir. Demak, bu Beruniy hisobidan faqat 0,261 ga farq qiladi. Xullas, buyuk bobomiz Abu Rayhon Beruniyning ilmiy va madaniy merosini o'rganish, uni o'quvchi va talabalarga yetkazish azaliy qadriyatlarimiz sirasiga kiradi. Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy o'rta asrlarning buyuk qomusiy olimlaridan edi. Uning buyukligi o'sha davrning deyarli barcha fanlariga qo'shgan betakror ilmiy merosidan namoyon bo'ladi. Beruniyning olimlilik salohiyatiga mashhur sharqshunos olim I.U. Krachkovskiy uning qiziqqon ilm sohalaridan ko'ra qiziqmagan sohalarni sanab o'tish osondir deb baho bergan edi. G'arb tadqiqotchilaridan M. Meyerhof esa Beruniy musulmon fanini namoyish etuvchi qomusiy olimlarning eng mashhuri bo'lishi kerak degan fikrni bildiradi. Etnografiya va antropologiya. Al-Beruniy Hindiston yarim orolidagi xalqlar, urf-odatlar va dinlar to'g'risida ilmiy asar yozgan. Olim Akbar S. Ahmadning so'zlariga ko'ra, zamonaviy antropologlar singari u ham ma'lum bir guruh odamlar bilan keng ishtirokchilarni kuzatishda qatnashgan, ularning tillarini o'rgangan va ularning asosiy matnlarini o'rgangan, o'z xulosalarini madaniy taqqoslashlar yordamida xolislik va betaraflik bilan taqdim etgan. Akbar S. Ahmad Al-Beruniyni birinchi antropolog deb hisoblash mumkin degan xulosaga kelgan. Beruniy Xorazmda 1000-yilga yaqin yozilgan qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida Xorazmning turkiy aholisi foydalangan yillarning turkiy nomlarini beradi. Xuddi shu asarida u oy nomlarini turkchada beradi. Ulug' oy, kichik oy, birinchi oy, ikkinchi oy, uchinchi oy, to'rtinchi oy, beshinchi oy, oltinchi oy, yettinchi oy, sakkizinchi oy, to'qqizinchi oy, 10-chi oy. Ba'zi asarlarning yaratilish tarixi. Beruniy tibbiyotga bag'ishlangan Saydana asarida 1000 dan ortiq dorivor moddalar nomini 30 tilda yozib chiqqan. Xorazmdagi siyosiy vaziyatni o'zgarishi natijasida Beruniy 998-yili Jurjon shahriga ketishga majbur bo'ladi. U bu davrga qadar Kat va Ray shaharlarida o'zining dastlabki ilmiy izlanishlarini boshlab yuborgan edi. Jurjonda kechgan yillar 998-1400-yillar Beruniy uchun yirik izlanishlar va ijodiy kamolat davri bo'ldi. O'zining ilk astronomik tajribalarini 16 yoshida Kat shahrida boshlagan alloma Jurjonda nafaqat astronomiya va boshqa tabiiy fanlar bilan shug'ullandi,
balki tarix va din tarixi bilan ham qiziqdi. Olimning muhim asarlaridan biri qadimli xalqlardan qolgan yodgorliklar uning Jurjon saroyida xizmat qilgan davrida yaratiladi. 1000-yili tuganlagan bu asar muallifning ko'p qirrali olim ekanini namoyish etdi va unga katta shuhrat keltirdi. Umuman, Beruniy Jurjonda 10 dan ortiq asarlarni bitishga muyassar bo'ldi. Xorazmning yangi hukmdori Abu Abbos Ma'mun ibn Ma'mun Beruniyni o'z saroyida katta izzat-hurmat bilan qabul qiladi. Ma'mun rahnamoligida vujudga kelgan ilmiy markazda faoliyat ko'rsatish bilan birga siyosiy jarayonlarda ham Xorazm shohning yaqin maslahatchisiga aylanadi. Xorazmning Mahmud G'aznaviy tomonidan bosib olinishi Beruniy hayotini xavf ostiga qo'ydi. U Xorazm shoh saroyidagi aksariyat olimlar, jumladan ustozi Abu Nasr ibn Iroq, Abul Xayr Hammor va boshqalar bilan birga G'azna shahriga olib ketiladi. Ma'lumki, Xorazm ilmiy markazidagi olimlardan faqat Ibn Sino va Abu Sahil Masihiylar Mahmud G'aznaviy zulmidan xavotirlanib, G'aznaga emas, Jurjonga qarab yo'l olgan edilar. Beruniyning 1017-1048-yillarda G'aznada kechirgan hayoti moddiy va siyosiy jihatdan mashaqqatli bo'lishiga qaramasdan, uning ilmiy faoliyati uchun mahsuldor davr bo'ldi. U Mahmud G'aznaviy saroyida kechgan dastlabki yillarda astronomiya va geodeziya masalalariga katta e'tibor berdi. Muallifning ilmiy adabiyotlarida qisqacha geodeziya deb yuritiladigan turar joylar orasidagi masofani tekshirish uchun joylarning oxirgi chegaralarini aniqlash nomli astronomiya va geografiyaga bag'ishlangan asari 1025-yilda yozib tugatildi. Beruniyning munajjimlik san'atidan boshlang'ich tushunchalar asari ham 1029-yilda G'aznada yoziladi. Oradan bir yil o'tgandan so'ng u o'zining Hindiston nomi bilan tanilgan hindlarning aqlga sig'adigan va sig'maydigan ta'limotlarni aniqlash kitobini yakunlaydi. Bunda Beruniy hozirgi Amerika qit'asini mavjudligini Kolumdan bir necha asr avval ilmiy asoslab bergan. Bu shoh asarning vujudga kelishiga Mahmud G'aznaviyning Hindistonga yurishlari sabab bo'ldi. Saroyning eng nufuzli astrologlaridan sanalgan Beruniy Mahmud G'aznaviy bilan Hindistonda bir muddat istiqomat qiladi va u yerda sanskrit tilini mukammal egallashga muvaffaq bo'ladi. U bu til yordamida hindlarning tarixi, urf-odati, madaniyati va fani bilan yaqindan tanishadi va natijada yuqoridagi asarni ta'lif etadi. 1030-yili Mahmud G'aznaviy vafot etib, taxtga uning o'g'li Masudning o'tirishi Beruniyning ahvolini ancha yaxshilaydi. Olim o'zining astronomiyaga oid eng yirik asarni mazkur hukmdorga bag'ishlab Masud qonuni deb ataydi. O'rta asrning mashhur olimlardan Yaqut al-Hamoviyning yozishiga ko'ra, Sulton Masud bu asar uchun Beruniyga bir filda o'rtilgan katta miqdordagi kumush tangalar hadya etadi. Yaqut al-Hamoviyning fikricha, Masud qonuni kitobi matematika va astronomiya bo'yicha ungacha yozilgan barcha kitoblarning izini o'chirib yuborgan. Olim Sulton Masudning o'g'li Mavdudning hukmronlik yillarida 1041-1049-yillarda o'zining mineralogiya va farmakognoziya deb atalgan 2 asarini yozadi. Ularning har biri mazkur sohalardagi betakror asarlardan bo'lib, jahon madaniyatining noyob durdonalaridan hisoblanadi. Abu Rayhon Beruniy 1048-yili G'aznada vafot etadi. Olim yozib qoldirgan 150 ga yaqin asarlari bilan astronomiya, astrologiya, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, geografiya, arifmetika, tabobat, farmakognoziya, tarix, filologiya va boshqa fanlarning rivojiga noyob hissa qo'sha oldi. Beruniyning betakror ijodi uning vatani O'zbekistonda alohida e'tibor qozongan. Asarlari Al-Beruniyning aksariyat asarlari arab tilida bo'lsa-da, u kitob at-Tafhimni fors va arab tillarida yozib, bu ikkala tilda ham yoza olish mahoratini ko'rsatgan. Beruniyning 65-qamariy, 63-shamsiy yilgacha 427-1036-yil oxirigacha yozilgan adabiy asarlari ro'yxatida 12 toifaga bo'lingan 103 ta nom keltirilgan. Astronomiya, matematika, geografiya, matematika, astrologiya xususiyatlari va tranzitlar, astronomik asboblar, xronologiya, kometalar, nomsiz turkum, astrologiya, latifalar, dinga oid va boshqa kitoblar. Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat aytmoqchiman.
Ammo kanalimiz rivojlanishi uchun, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoga like va kommentariy yozing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Anyverse jamoasi.